kunda yurtimizda fuqaro muhofazasini ta'minlash, aholi va hududlarni tabiiy hamda texnologik xususiyatli vaziyatlardan muhofaza qilishga alohida e'tibor qaratib kelinyapti. Ayni shu maqsadga yurtimiz bo'ylab 15-mart kunidan 15-aprel kuniga qadar favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va fuqaro muhofazasi oyligi tadbirlari o'tkazib kelinmoqda. Bugungi ko'rsatuvimizda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va uning joylaridagi shahar tuman bo'limlari tomonidan oyligi doirasida tashkil etilayotgan keng qamrovli profilaktik tadbirlar xususida so'z yuritamiz. Favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish, favqulodda vaziyatlar ro'y berganda o'tkaziladigan hamda odamlarning hayotini asrab qolishga va sog'lig'ini saqlashga, atrof tabiiy muhitga yetkaziladigan zarar va moddiy talafotlar miqdorini kamaytirishga hamda xavfli omillar ta'sirini tugatishga qaratilgan qutqaruv ishlari va kechiktirib bo'lmaydigan harakatlarda bevosita ishtirok etadigan qutqaruvchilar hisoblanadi. Bunday paytlarda esa qutqaruvchilarda tezkorlik, jangovar-shaylik va jismoniy mukammallik talab etiladi. Aynan o'tkazilayotgan mazkur oylik doirasida bu borada ham alohida e'tibor qaratilib, soha mas'ullari tomonidan yoshlar bilan turli tadbirlar uyushtirilmoqda. Shu kabi tadbirlardan biri Ko'kdala tumani favqulodda vaziyatlar bo'limida favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va fuqaro muhofazasi oyligi doirasida maktab o'quvchi yoshlari uchun ochiq eshiklar kuni tadbiri o'tkazildi. Tadbirda tumandagi barcha qator ta'lim muassasalarining o'quvchi va yoshlar ishtirok etishdi. Unda soha mas'ullari tomonidan dunyoda sodir bo'layotgan tabiiy tusdagi favqulodda vaziyatlar yuzasidan ma'lumotlar berildi. Qiziqarli faktlar, real sodir bo'lgan voqealar, qutqaruv jarayonlari haqida yoshlarga qiziqarli ma'lumotlar berildi. Tadbir jarayonida yong'in qutqaruv texnikalari va zarur jihozlarning ko'rgazmali namoyishi o'tkazilib, ularning taktik texnik xususiyatlari tanishtirildi. Jarayonda yoshlarda yong'inga bo'lgan ongli munosabatni shakllantirish maqsadida shartli yong'in hosil qilinib, uni bartaraf etish tartiblari amaliy harakatlar yordamida ko'rsatib o'tildi. Qolaversa, yoshlarimizni harbiy kasbga qiziqtirish maqsadida Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi va Shahrisabz Temurbeklar harbiy akademik litseyiga ta'lim olish tartibi, u yerdagi sharoitlar hamda nomzodlarni saralash bosqichlari to'g'risida batafsil ma'lumot berildi. O'tkaziladigan oylik doirasidagi tadbirlarni asosan ta'lim muassasalarida o'tkazishga reja qilganmiz. Rejaga ko'ra tumandagi mavjud 100 ta maktabdan 85 tasi turli ko'rinishdagi tadbirlarni o'tkazishga erishdik. Asosan ochiq eshiklar kuni, o'quvchilar o'rtasida mavzuga oid insholar tanlovi va boshqa tadbirlar o'tkazib kelmoqdamiz. Tadbir davomida tumandagi bir qator savdo do'konlari, yangi qurilish obyektlari hamda yoqilib quyish shoxobchalarida profilaktik o'rganish ishlari olib borildi. O'rganishlarda obyekt ishchi xizmatchilariga favqulodda vaziyatlar, yong'in va boshqa turdagi sodir bo'lishi mumkin bo'lgan holatlarning oldini olish, sodir bo'lganda harakatlanish tartiblari yuzasidan tushuntirish ishlari olib borilib, ularga zaruriy tavsiyalar berildi. Mutaxassislarning fikricha, kuchli dovul, suv toshqinlari, vulqonlarning otilishi vaqti, ob-havoning keskin o'zgarishi singari tabiiy ofatlarni oldindan aniqlash imkoniyati mavjud. Ammo zilzila bundan mustasno. U tabiatga, jamiyatga va ekologik vaziyatga eng ko'p zarar yetkazadi. Favqulodda sodir bo'lib, insonlarni beixtiyor sarosimaga solib qo'yadi. Har yili sayyoramizda yuzlab zilzilalar sodir bo'ladi. Albatta, bu kabi tabiiy ofatlardan saqlanish va aholini bu borada muhim bilim ko'nikmaga ega bo'lishi uchun soha mutaxassislari tomonidan o'tkazib kelinayotgan profilaktik targ'ibot tadbirlarining ahamiyati beqiyosdir. Ayniqsa bu kabi tadbirlar odamlar ko'p to'planadigan manzillarda, ijtimoiy soha va ishlab chiqarish obyektlarida tashkillashtirilishi yuqori samara bermoqda. Navbatdagi targ'ibot tadbiri aynan Mirishkor tumani tibbiyot birlashmasining ishchi xizmatchilari o'rtasida tashkil etildi. U yerda zilzilagacha, zilzila vaqtida, zilziladan so'ng aholining harakati mavzusida davra suhbati o'tkazildi. Jarayonda soha vakillari tomonidan zilzila vaqtida to'g'ri harakatlanish yuzasidan tayyorlangan video qo'llanma namoyish etilib, ishtirokchilarga turmushda va ish joyida turli favqulodda vaziyatlardagi vazifalar yuzasidan tushunchalar berib o'tildi. Mirishkor tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi hamda hamkor xizmatlar bilan tuman tibbiyot birlashmasida zilzila sodir bo'lganda zilzilada harakat qilish mavzusida o'quv amaliy mashg'uloti o'tkazildi. Qolaversa, tuman hududidagi qurilish obyektlarida, aholi yashash xonadonlarida, davlat tasarrufidagi muassasalari va tadbirkorlik subyektlarida favqulodda vaziyatlarda muhofaza qilish va fuqaro muhofazasi oyligi doirasida profilaktik tadbirlar olib borilmoqda. Bahor va yoz oylarida tarqalishi mumkin bo'lgan
kirim konga, quturish kasalliklariga qarshi kurashish va ularning kelib chiqish sabablari bo'yicha aholi fuqarolarimizga tushuntirish va targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Tuman hududida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlar, kuchli shamol, suv toshqini va boshqa noxush holatlarni kelib chiqish sabablari va ularni bartaraf etish, bunday holatlarda harakatlash yuzasidan fuqarolarimizga tushuntirish va targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Shuningdek, jarayonda mutaxassislar tomonidan fuqarolarga zilziladan oldin, zilzila vaqtida va zilziladan so'ng to'g'ri harakat qilish bilim ko'nikmasini mustahkamlash maqsadida zilzila sodir bo'lganda baland qavatli binolarda xavfsiz harakatlanish yuzasidan amaliy mashg'ulot o'tkazildi hamda muassasa ishchi xizmatchilariga is gazi, botulizm va quturish kasalligidagi ehtiyot choralarini ko'rishga chaqirib, sohaga oid eslatmalar tarqatildi. Ma'lumki, viloyatimiz sharqdan Tojikiston, g'arbdan Turkmaniston respublikalari bilan chegaradosh. Turkmaniston respublikasidan viloyatimizga Nishon tumanidagi Qarshi Kerki bojxona chegara maskani orqali kirib kelinadi. Chegara postlari orqali olib kelilayotgan turli mahsulotlar sifatini mutaxassislar tomonidan ko'zdan kechirish bilan birga turli maqsadlarda olib kirilayotgan predmetlarning xavfliligiga tegishli soha vakillari tomonidan tekshiriladi. Shu bois tumandagi Qarshi Kerki chegara bojxona maskanida ionlashtiruvchi nurlanishning egasiz manbalarini topilishi bilan bog'liq avariyalarni bartaraf etishda favqulodda vaziyatlar davlat quyi tizimining tegishli xizmatlari va huquqni muhofaza qiluvchi idoralarning hamkorligidagi harakatlari mavzusida kechiktirib bo'lmaydigan maxsus taktik o'quv mashqi bo'lib o'tdi. Mazkur o'quv mashqi ikki qismda nazariy va amaliy tarzda o'tkazildi. Nazariy qismida ionlashtiruvchi nurlanishning egasiz manbalarini topilishi bilan bog'liq avariyalarni bartaraf etishga qaratilgan barcha zarur chora-tadbirlari o'z vaqtida amalga oshirish borasida so'z bordi. O'tkazilgan maqsadli o'quv mashg'ulotiga O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2019-yilda qabul qilingan 869 sonli qaror ijrosini viloyat favqulodda vaziyatlar davlat quyi tizimiga kiruvchi xizmatlar hamkorligidagi harakatlari amalda sinab ko'rildi. Bu o'quv mashg'ulotimizni o'tkazishimizdan maqsad viloyatimiz hududida radiatsiya xavfsizligini ta'minlash, qolaversa O'zbekiston hududiga chetdan kirib kelayotgan radiatsion manbalarning oldini olishga xizmatlarning asosiy roli talab etiladi. Bundan maqsad bugungi kunda olib borilayotgan radiatsiya xavfsizlik bo'yicha chora-tadbirlarda amalda sinab ko'rilishi, xizmatlar qay darajada tayyorgarligi amalda sinab ko'rildi. Amaliy qismda mutaxassislar dastlabki ikkilamchi qora metal ortilgan yuk avtomobilining dozimetrik nazoratdan o'tkazish vaqtida aniqlangan shartli radiatsion manbani xavfsiz joyga o'tkazish va bu haqda tegishli xizmatlarga xabar qilish, uning zarar yetkazish masofasini aniqlash tartiblari ko'rsatib o'tildi va viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi radiatsion kimyoviy va tibbiy biologik muhofaza guruhi qutqaruvchilari aniqlagan manbani zararsizlantirish harakatlari amaliy tarzda bajarildi. Mazkur tadbirda viloyat favqulodda vaziyatlar, ichki ishlar, sog'liqni saqlash bojxona, sanitariya, epidemiologiya, osoyishtalik markazi, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi boshqarmalari, shuningdek harbiy xizmatchilar, sanoat xavfsizligi, Qashqadaryo mintaqaviy inspeksiyasi va Qarshi ikkilamchi qora metal mas'uliyati cheklangan jamiyatning hududiy filiallaridan jami 84 nafar mutaxassislar hamda 8 ta maxsus texnika ishtirok etdi. Bojxona xodimlari ham, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari ham, viloyat sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi xodimlari ham, shuningdek boshqa xizmatdagi manaki qo'riqlash xizmati, yana harbiy xizmatdagilar ham hammasi juda yaxshi ishtirok etishdi. Ushbu ishlarni amalga oshirishda asosiy maqsad shu atrof muhitga, inson salomatligiga shu sanksiyalanmagan ion manbasini salbiy ta'sirini oldini olishdan iborat bo'lib, ushbu salbiy ta'sirni himoyalashda hamma o'zi hamjihatlik bilan vaqt himoyasiga rioya etib, masofa himoyasiga rioya etib, shuningdek maxsus kiyim boshlariga kiygan holda ijro etishdi. Bu ishlarni yanada takomillashtirib, boshqa xizmatlar bilan birga qo'shib, yana hamkorlikda ishlarni olib boramiz. Ta'kidlash o'rinliki, o'tkazilgan ushbu mashq viloyat favqulodda vaziyatlar davlat quyi tizimiga kiruvchi tegishli xizmatlarning radiatsiyaviy avariyalarini tahlil qilish, barvaqt aniqlash va harakat qilish borasidagi hamkor tashkilotlarni va jalb etiladigan maxsus texnika va qurilmalarning texnik shayligini ko'zdan kechirish hamda soha vakillarining bilim va ko'nikmalarini oshirish yo'lida muhim omil bo'ldi. Mashqda qiyin bo'lsa, amalda oson bo'ladi degan gap bor xalqimizda. O'tkazilgan amaliy mashq davomida yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklar yuzasidan kuzatuv mas'ullari tomonidan tegishli ko'rsatmalar berildi.
Barchamizga ma'lumki, viloyatimiz neft va gazni qazib olish hamda qayta ishlash sohasida respublikamizda, balki O'rta Osiyodagi yirik sanoat zonalaridan hisoblanadi. Ushbu obyektlarda yong'in xavfsizligini ta'minlash, neft mahsulotlarini yong'in ofatlaridan saqlash hamisha dolzarb vazifa bo'lib kelgan. Ushbu mashaqqatli vazifalarni ado etish viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasining joylaridagi 10 ga yaqin obyekt binolarida yong'in xavfsizligini ta'minlashni tashkil etish bo'lim va bo'linmalar zimmasiga yuklatilgan. Joylardagi yonish va portlash xavfi yuqori obyekt binolarida yong'in xavfsizligini ta'minlashni tashkil etish bo'lim mas'ullari tomonidan turli noxushliklarni oldini olishga qaratilgan qator profilaktik tadbirlar amalga oshirilyapti. Xususan, G'uzor tumanidagi yirik ishlab chiqarish korxonalarida maxsus taktik o'quv mashqlari o'tkazildi. O'quv mashqi rejasiga ko'ra obyektda 5 ta o'quv nuqtasi belgilab olinib, unda hududda sodir bo'lgan favqulodda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etish borasida kechiktirib bo'lmaydigan qutqaruv ishlarini amalga oshirishda hamkorlikdagi xizmatlarning kuch va vositalarini hamda obyekt fuqaro muhofazasi tuzilmasi shayligini oshirish asosiy maqsad qilib belgilangan. Favqulodda vaziyatlarni oldini olish va ularni bartaraf etish bo'yicha hukumat komissiyasining 2025-yil 27 fevral kunidagi 1-sonli bayoniga asosan mamlakatimizda 15 mart kunidan 15 aprel kuniga qadar favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va fuqaro muhofazasi oyligi o'tkazilmoqda. Oylik munosabati bilan amalga oshirilishi rejalashtirilgan chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan. Reja tadbirga asosan muhandis-texnik xodimlari va ishchi xizmatchilari bilan targ'ibot tashviqot ishlari olib borilmoqda. Majmua rahbariyati bilan hamkorlikda mazkur oylikni targ'ib qilish maqsadida 20 dan ortiq turli ko'rinishdagi bannerlar ishlab chiqilib, tarkibiy bo'linmalarning ko'rinarli joylariga ildirib qo'yildi. 850 dan ortiq turli ko'rinishdagi bukletlar hamda tarqatma materiallar ishchi xizmatchilariga tarqatildi. O'quv nuqtalarida obyekt fuqaro muhofazasi tuzilmalarining sodir bo'lgan yong'inni zudlik bilan bartaraf etish, jabrlanganlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish, fuqarolarni evakuatsiya qilish va turli favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakat qilish bo'yicha bilimlari sinovdan o'tkazildi. O'quv mashg'ulotidagi amaliy harakatlar viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi mas'ullari tomonidan muvofiqlashtirib borildi. Xususan, oylik doirasida Dehqonobod tumani hududida joylashgan ishlab chiqarish obyektlarida qator profilaktik tadbirlar bilan birga maxsus taktik o'quv mashg'ulotlari ham o'tkazilmoqda. Tadbirlar davomida mutaxassislar tomonidan ishchi xizmatchilar o'rtasida targ'ibot tadbiri tashkil etilib, u yerda zilzilagacha, zilzila vaqtida, zilziladan so'ng aholining harakati mavzusida davra suhbati tashkil etildi. Jarayonda soha vakillari tomonidan zilzila vaqtida to'g'ri harakatlanish yuzasidan tayyorlangan video qo'llanma namoyish etilib, ishtirokchilarga turmushda va ish joyida turli favqulodda vaziyatlardagi vazifalar yuzasidan tushunchalar berib o'tildi. Shuningdek, obyektning fuqaro muhofazasi tuzilmalari ishtirokida amaliy mashg'ulot o'tkazildi. Rejaga ko'ra, kuchli ta'sir etuvchi zaharli modda tashuvchi vagonda ro'y bergan shartli avariya oqibatida yong'in yuzaga keladi. Yong'inni bartaraf etish uchun jalb qilinadigan kuch vositalarini to'g'ri yo'naltirish, jabrlanganlarni xavfsiz hududga olib chiqish va birinchi tibbiy yordam ko'rsatish harakatlari amaliy tarzda ko'rsatib o'tildi. Yakunda yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklar muhokama qilindi. Albatta, bunday mashqlar kutilmagan vaziyatlarda ham aholida ham ixtisoslashgan xizmat xodimlarida kerakli ko'nikmalarni shakllantirishga, rivojlantirishga xizmat qiladi.